Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Limonchilik Akademiyasi YouTube'dagi kanalimizga a'zo obunachilar. Hop, bugungi sanamiz 5-iyul 2026-yil hafta kuniga yakshanba. Biz Qo'qonga kelganmiz. Qo'qonda ko'pchilik biladi, Garadok deb qo'yadi. Shunday spirt zavodni orqasiga limonlarni yashil shakllantirish tag qismlarini ozgina ochish uchun 3-4 kun oldin kelib ko'rib ketgandik. Mana dehqonlar tag qismini ko'ringlar, mana shoxlar, yangi atroskelar chiqib ketgan. Xo'p, hozir endi biz bularni ochyapmiz. Mana shu holatda ko'rinadigan bo'lsa ochyapmiz. Sababi dehqonlar o'zi tepa qismida shoxi zo'r, buni shoxi yetarli, o'zi limon 3 marta sovuq ham urgan, yaxshi qaralmagan, suv qolib ketgan, mana barglari maydalashib ketgan. Ko'rinadigan bo'lsa barglari juda mayda holatga kelib qolgan. Mana shu limonlarni tag qismini ochyapmiz, shu yashil shakllantirishni qilyapmiz. Shuning uchun kelganmiz. Xo'p, dehqonlar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, chiqaradigan biz videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Endi bugungi videomizdan ozgina shu sizlarga beradigan ma'lumotimiz, ko'p joyda aytiladigan narsa, ya'ni xudojniklar, mana rassom qurt deb qo'yamiz. O'zi aslida kitobiy tilda bu sitrus inli kuyasi deb qo'ygan. Xo'p, aynan mana shu qurtimiz limon barglarini yangi yaproqlariga tushadi, ya'ni yangi atroskani barglariga tushadi. Bu po'stloq qismiga, ya'ni barg bilan po'stloq qismiga tushib, shunday har xil shaklda izlar qoldiradi. Shuning uchun rassom qurt, xudojnik deb qo'yamiz. Xo'p, endi dehqonlar, bu qurtni limonga bo'lgan zararlari haqida gapiradigan bo'lsak, dehqonlarimiz ko'pchilik biladi, limonlarimizda fotosintez jarayoni, ya'ni barg orqali bo'ladi. Ya'ni nafas olishi yoki bo'lmasam shu tepasidan berganda suspensiya qilib vitaminlar berganimizda barglar o'zlashtirishi barglar orqali bo'ladi. Endi bu qurtlarimiz tushib mana bunaqangi holatga olib kelib qo'ygandan keyin barglarimizda yaxshi barglarga nisbatan, ya'ni bu aynan mana shu qurt yegan barglarimizda nuqsonlar paydo bo'ladi. Ya'ni o'zlashtirish yoki fotosintez jarayonlari yaxshi bo'lmay qoladi. O'zi aslida bilamiz, sog'lom limon bargini 2 yilda almashtiradigan bo'lsa, aynan xudojnik tushib mana shu holatga olib kelib qo'ygan bo'lsa, buni bitta sezonda tashlab yangilaydi. Ya'ni buning uchun ham limon yana ortiqcha energiya sarf qiladi. Endi dehqonlar, bunga shu kurash choralari, ya'ni biz eng ko'p ishlatadigan dorilardan vertimik degan dori bor. Mana shu vertimik degan dorini ishlatishlaringizni tavsiya berardik. Sababi vertimik dorisi biz anchadan beri ishlatib kelamiz, yaxshi natija beryapti. Hozir dorilarda ham qo'l bolalari chiqib ketib qolgan. Ko'pchilik vertimik sepgan bo'lsa ham olmayapti degan narsa bo'lib qolyapti. Vertimikda shu Shvetsariyadan chiqadigani bor. Mana shundan foydalanishni endi tavsiya berardik. Undan tashqari Entavat degani bor. Keyin Protect degani bor. Entas bilan, mos bilanlar ham oladi dehqonlar. Aynan mana shu rassom qurt, ya'ni xudojnikni shu yuqorida aytgan dorilarimiz ham oladi. Yana bir narsa, dehqonlar, mana shunaqangi kimyoviy dorilar yoki bo'lmasam vitamin dorilar bilan ham ishlaydigan bo'lsak, har doim kley bilan ishlashlarini tavsiya berardik. Ya'ni o'sha aynan bargiga yopishishi va dorini uzoq vaqt tanada yoki bargda turishini ta'minlash uchun kleylar bilan birgalikda ishlashlaringni sizlarga tavsiya berardik. Xo'p, dehqonlar, mana bugun mana shu xudojnik haqida, ya'ni rassom qurt sitrus inli kuyasi haqida ozgina
ma'lumot berdik. Mana ko'rib turibsizlar, limonlar ancha qarovsiz qolib ketgan. Mana tagida namliklari yo'q. Hozir endi 3-4 kun oldin kelganimizda bu haqda gaplashganmiz akalar, o'sha akamiz bilan. Akamiz o'zlari xudo xolasa yaxshilab qarayman deyishdi. Ya'ni bu oldin boshqa kishi qaragan, endi hozir bir boshqa akamiz olib qarab shu yerdan daromad qilmoqchi. Teplisa mana turbadan bo'lgan kapalak holatida tushgan. Eniga adashmasam shu 7 metrdan oshiqroq. Qator orasi, ya'ni yuradigan joyimiz 3 metr. Ko'chat bilan ko'chat orasi 1,5 metrga kelgan, ya'ni orasidan kelajakda olib tashlash uchun etilgan. Bu ko'chatlarimiz 3 martami 4 marta sovurgan dehqonlar. Mana taglaridan rosa kesib chiqarilgan. Mana ko'rinadigan bo'lsa, hozir bunda ham shoxlarimiz ko'p, lekin tegmadik, sababi bunda mevalar bor uchun. Endi katta abreskada, xudo xolasa qishda noyabrdan boshlab qilinadigan katta abreskalarda keragini qo'yib, nokeragini olib tashlab beramiz, xudo xolasa. Dehqonlar, hop, mana shunaqangi zilon abreska yoki bo'lmasam ko'rib maslahat beradigan xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Sizlardan iltimos qilardik. Bizi ish vaqtimiz bor dehqonlar, ertalab soat 8 dan kechpayt 6 gacha telefon qilsalaring, telefonga javob beramiz. Boradigan joylarimiz, zaifkalarimiz bo'lsa, shu pastda qoldirilgan nomerlarga oddiy SMS qilib, ko'chatni yoshini, sonini, manzilingizni, ismingizni, telefon nomeringizni oddiy SMS qilib tashlab qo'ysangiz, xudo xolasa biz o'zimiz bog'lanamiz. Dehqonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har kuni yangidan yangi ma'lumotlar berishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.